Dilnoza Zahro opa aytgan maktabga borib ko'rdi. Afsuski, u yerdagilarning unga ko'zi uchib turmagan ekan. Maktab direktori unga bir qaradi-yu, ipdek ingichka qilib terilgan qoshlarini chimirgancha, "Siz hali juda yosh ekansiz", dedi. "Bolalarga so'zingiz o'tishi dargumon. Menga qattiq qo'l, ishning ko'zini biladigan kadrlar kerak. Uzr singlim, sizni ishga ololmayman. Lekin mening tajribam bor", dedi Dilnoza shoshib. "Eplashimga ko'zim yetadi." Tajriba? Direktor ayol kinoyali kulib qo'yarkan, Dilnozaga mazaxomuz razm solib chiqdi. "Necha oy ishlagansiz?" 7 oy. 7 oylik ishni tajriba deb hisoblayapsizmi hali? Direktor ayol ochiqdan ochiq kulib yubordi. "Men 10 yillab ishlab qo'ygan odamlarning ham tajribasiz yoki yo'qligini bir qarashda ilg'ab olaman. Siz tim bo'ling, atigi 7 oy ishlabsiz. Darrov tajriba to'play oldingizmi? Uzoq muddat ishlash bilan tajribaning orasida osmon bilan yercha farq borligini bilasizmi? Lekin tajriba to'plash uchun ham ishlash kerak. Hamma sizga o'xshab rad qilaversa, qayerda tajriba orttirish mumkin?" dedi qiz alam bilan. "Singlim, aytdim-ku, menga tayyor kadrlar kerak, shogirdlar emas", shartta gapirardi ayol. Gaplari qizning diliga og'ir botishini o'ylamasdi. "Boshqa joyda tajriba orttirib kelsangiz, keyin ishga qabul qilarman balki." Dilnoza yana bir nima demoqchi bo'ldi-yu, ayolning gap tamom degandek chimirilib turganini ko'rib, gapdan foyda chiqmasligini angladi. Qizning tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi. U ko'chaga chiqqanda osmonni qop-qora bulutlar qoplab olgan, yomg'ir tomchilay boshlagandi. Dilnozaning eti uvushdi. Ko'ngli esa osmondan ham xira, bulutlardan ham qora edi. U avtobus bekati tomon yurib borarkan, kutilmaganda kimdir chaqirayotganini eshitib, ortiga o'girildi. Undan 10 qadamcha narida mashinasiga suyanib psixolog yigit turardi. U qizni keling deb imladi. Dilnoza joyida turaverdi. U yigit haqida hamon aniq xulosaga kelolmagan, uning maqsadini tushuna olmagandi. Kim o'zi? Nima uchun uning ortidan yuribdi? Maqsadi nima? Noma'lum. Yigit qiz joyidan jilmasligini tushunib, ildam yurib o'zi yoniga keldi. "Salom", jilmaydi u. "Salom", dedi qiz zo'rg'a. "Bu yerda nima qilib yuribsiz? Meni ko'rganingizdan xursand emasligingizni ko'rib turibman", miyig'ida jilmaydi yigit. "Qovog'ingizdan qor yog'ayotganidan bilsa bo'ladi. Meni yomon ko'ryapsiz shekilli. Tushunaman, hayotingizga ruxsatsiz aralashdim. Bu hech kimga yoqmaydi albatta. Maqsadimni tushuna olmayapsiz. Shunday bo'lishi tabiiy." "To'xtang, siz juda ko'p gapirib boshimni qotirib yubordingiz", norozilandi qiz. "Umuman begonasiz menga. Hayronman, nima istaysiz? Maqsadingizni ochiq ayting, nima kerak sizga?" "Maqsadimni aytsam ham baribir ishonmaysiz." Yigit qizning ko'zlariga tikildi. "Siz odamlardan shubhalanishga o'rganib qolgansiz. Ehtimol ishongan odamlaringiz ishonchingizni suiiste'mol qilishgandir. Yana vaz o'qigani keldingizmi?" Dilnozaning jahli chiqib ketdi. "O'sha kuni singlimga nimaga unaqa dedingiz?" "Nima debman? Men bor gapni aytdim. Sizga o'sha paytda e'tibor dalda juda zarur edi. Singlingizga haqiqatni aytmaganimda har nima bo'lishi mumkin edi. Men to'g'ri ish qildim. Mening ishimga, hayotimga aralashishga haqqingiz yo'q edi." Dilnoza unga emas, chetga qarab gapirardi. "Bu mening hayotim. Alamlarim ham, qayg'ularim ham o'zimga tan. Xursandman." Yigitning chehrasi yorishdi. Ko'zlari chaqnab ketgandek bo'ldi. "Bu gapni eshitishdan xursandman." "Nimaga?" hayron bo'ldi qiz. "Ilk marta uchrashganimizda juda ojiz ko'ringandingiz. Ammo hozir ovozingizdagi qat'iyatni sezib quvonyapman. Bu yaxshi o'zgarish. Gaplarim ta'sir qilgan deb o'ylashdan o'zimni tiya olmayapman." "Nimalar deyapsiz? Menimcha sal..." "Yo'q", yigit qizning gapini kesdi. "Nima desangiz ham mayli. Ammo sizning ahvolingiz yaxshilanganidan xursandman. Menga buning qizig'i yo'q, xayr. Meni boshqa bezovta qilmang. Meni ta'qib ham qilmang. Endi mening ko'magimga muhtoj emasligingizdan quvonyapman-u, taqdiringizdan ogoh bo'lgim kelyapti", dedi yigit nihoyat. "Nimadan bunchalik ezilganingizni bilishni istayman. Begonalar bilan shaxsiy hayotimni muhokama qilish niyatim yo'q", dedi qiz keskin. U yigitdan tezroq qutulish payiga tushdi. "Ayniqsa siz bilan. Endi men bilan ko'rishishga urinmang. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q." O'sha kuni qiz bir zum o'ylanib qoldi. "O'sha kuni ahmoqlik qilib sizning oldingizda ko'z yosh to'kkanim uchun har xil xayolga borganga o'xshaysiz.
Bilib qo'ying, men siz o'ylagan qizlar toifasidan emasman. Psixolog ekaningizga ham ishonmayman. Alam bilan yurgan bo'lsam-da, hushim joyida. Yigit e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi-yu, qizning fikrini o'zgartirish o'zi o'ylagandan ham qiyinligini anglab, indamay qo'ya qoldi. Biroq u qo'l siltab ketish niyatida emasdi. Mayli, meni yolg'onchi deb hisoblang, roziman. Faqat yigit qizga qaradi. Dilnoza undan ko'z uzmay turardi. Qiyinchiliklar sizni yengishiga yo'l qo'ymasangiz bas. Xayr, sizga omad tilayman. Yigit ketdi. Qiz uning ortidan qarab qoldi. Uning nima uchun kelganini bilishga urindi. Biroq tushuna olmadi. Ismini ham aytmadi-ya, o'yladi qiz. Keldingizmi? Shahnoza tashvishlangancha opasining oldiga yugurib chiqdi. Oyimni bolnitsadan olib kelishdi. Nima? Dilnoza dovdirab qoldi. So'ngra oyoq tuflisini shosha-pisha yechib onasining xonasiga otildi. Gulnoza opa ko'zlarini yumib karavotda jim yotardi. Yo'q, Dilnoza xayoliga dabdurustdan kelgan o'ydan qo'rqib ketib, onasining qo'llaridan tutdi. Oyi, iltimos ko'zingizni oching. Gulnoza opa qizining ovozini eshitib, ko'zlarini ochib unga g'amgin nazar tashladi. Keldingmi qizim? Yaxshimisan? Singling bechora seni kutaverib rosa siqilib ketdi. Oyi, tuzukmisiz? Dilnozaning ko'zlaridan yosh sizib chiqdi. Gulnoza opa unsiz bosh qimirlatdi. Qiziga har doimgidan boshqacha, cheksiz mehr bilan qaradi. Yaxshiyam senlar bor ekansan qizim. Bo'lmasa allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Oyi, unday demang. Dilnoza onasining ko'ksiga boshini qo'ydi. U shu topda onasini o'zi tasavvur qilgandan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishni his qildi. Haligi psixolog yigitning gaplari ta'sir qilganidan emas, balki xuddi shuning uchun ham joniga qasd qila olmaganini angladi. Siz bizga hali ko'p keraksiz, oyijon. Sizsiz ikkalamiz nima qilamiz? Bizlarni ham o'ylang. Senlarni o'ylaganim uchun ham o'lib ketsam deyman. Qiynab qo'ydim. Bundan ko'ra o'lib ketsam ancha yengil bo'lardi. Gulnoza opaning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Qizining sochlarini harakatsiz qo'llari bilan silashga urindi-yu, eplolmadi. Ko'zlaridagi yosh duvullab oqib ketdi. Hatto boshingni sila olmasam, bundan ko'ra jonimni olgani yaxshi emasmi? Oyijon, Dilnoza ehtiyotkorlikni ham unutib, onasini mahkam quchoqlab oldi. Bizni tashlab ketishingizga yo'l qo'ymayman. Shahnoza eshik oldida ularni kuzatib turarkan, beixtiyor yig'lab yubordi. U ham onasining oldiga otildi. Bir qo'li bilan opasini, bir qo'li bilan onasini quchgancha shivirladi. Biz har doim birga bo'lishimiz kerak, oyijon. Bo'lamiz ham, albatta bo'lamiz. Gulnoza opa qizlarini zo'rg'a o'zidan ajratdi. Ular onasini juda sog'ingandi. O'tgan 10 kun ular uchun naq jahannam azobiga teng bo'ldi. Ozib ketibsan, Dilnozaga achindi onasi. Ko'zlaring ham kirtayib qopti. Seni juda qiynab qo'ydimi? Nimaga unaqa deysiz, oyi? Jilmayishga urindi Dilnoza. Hech ham qiynalganim yo'q. Har doimgidek yuribmiz. Unchalik ishlamadik ham. Siz bizlarni o'ylamang, oyi. Hali yoshmiz-ku. Ishlaganimiz bilan hech nima bo'lmaydi. Hozir o'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Sog'ayib ketsangiz hammasi yaxshi bo'ladi. Endi o'zim ham ishonmayman sog'ayib ketishimga. Gulnoza opa ko'zlarini yumib oldi. Qizlarining ko'zlaridagi iztirobni ko'rish unga juda og'ir edi. Mayli, men roziman. Faqat senlarni shu ahvolda qoldirib ketishimga achinaman. Oyi, Shahnoza qichqirib yubordi. Nega bunaqa gaplarni gapirasiz? Yuragimizni yormoqchimisiz? Opam bechora shundoq ham. Dilnoza singlisining bilagini chimchilab oldi. Shahnoza yarq etib opasiga qaraganda, uningni o'chir deb ishora qildi. Nima opang? Gulnoza opa shubhalanib qiziga tikildi. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech nima bo'lgani yo'q. Shunchaki Dilnoza nima deganini bilmay qoldi. Haligi Shahnoz ham ishga kiraman deyapti. Men bo'lsam uyda o'tirgan, uydagi ishlarni ham kimdir qilishi kerak deyapman. To'g'ri, qizining gapini ma'qulladi ona. Uyda bo'lganing yaxshi. Shahnoza opasiga norozilanib qaradi. Doim gapni buradi, o'yladi g'ijinib. Meni yosh bola deb hisoblaydi. Aqlim joyida, o'zini o'ldirmoqchi bo'lganini aytmasdim. Oyimga bu qanday ta'sir qilishini bilmasam ekan. Uni qanchalik yaxshi ko'rishlari menga kundek ravshan-ku. Qizim, ishing yaxshimi? Bir narsani sezgandek so'rab qoldi Gulnoza opa. Yaxshi. Dilnoza qizarib ko'zlarini yerga tikdi. Onasi uning nimadir yashirayotganini sezdi-yu, boshqa hech nima so'ramadi. Mayli, men ozgina dam olay. Onasining xonasidan chiqishgach,
Dilnoza singlisini balkonga imladi. Ha, koyimoqchimisiz? Shahnoza peshonasini tirishtirdi. Bilaman, noto'g'ri gapirib qo'yishimdan qo'rqib ketdingiz. Lekin men endi yosh bola emasman. Shuni tushunsangiz yaxshi bo'lardi. Dilnoza singlisiga birpas qarab turdi-yu, bekorga xavotir olganini tushundi. U chindan ham allaqachon bolaligini tark etgan. Boshiga tushgan ko'rguliklar uni ham allaqachon chuqur fikr yuritadigan katta insonga aylantirib qo'ygandi. Kechirasan, chindan ham sen aytgandek bir-birimizni qo'llab yashashimiz kerak. Dilnozaning yana omadi yurishmadi. 3 ta maktabga borib ko'rdi. Hech qanday natija chiqmadi. O'zining yoshidan kichkina ko'rinishi direktorlarga ma'qul kelmadi shekilli, hammasi to'tiday bir gapni takrorladi. Hali juda yosh ekansiz. Hozirgi zamonning bolalarini bilasiz. Sizga quloq solishi qiyin. Ishga olsak o'zimiz qiynalamiz. Hozircha boshqa joyda tajriba orttiring. Qizning hafsalasi pir bo'ldi. Odamlar namuncha yomon o'yladi u yig'lab yubormaslik uchun lablarini qattiq tishlab. Yashashga qo'yishmaydi. Qizning ko'ngli bugun yana parchalandi. Uyiga kayfiyatsiz kirib bordi. O'zini xursand ko'rsatishga urinsa-da qo'lidan kelmadi. Lablari titrab ketaverdi. Shahnoza uning ahvolini ko'rib qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi, opa? Yana ish topolmadingizmi? Singlisining gapi qizning qalbini battar yaraladi. Ko'zlarini yerga tikkancha chuqur xo'rsindi. Hozir hatto singlisi bilan ham gaplashgisi yo'q edi. Onasiga kirdi-yu, karavotga tashladi o'zini. Shahnoza uning tepasida turib oldi. Nima bo'ldi? Ayta qolsangiz-chi? Hech nima. Dilnoza yuzini kaftlari bilan yashirdi. Hech nima bo'lgani yo'q. Shahnoza ham karavotga o'tirdi. Bir muddat hukm surgan jimlikni buzib afsuslangandek dedi. Men esa ish topdim. Dilnoza sakrab turib singlisiga tikildi. Nima deding? Men ish topdim, dedi Shahnoza xotirjam. Aniqrog'i topib berishdi. Qanday qilib? Anavi kuni sizni olib kelgan yigit bor-ku, Dilshod aka. O'sha topib berdi. Mamnun jilmaydi qiz. Juda yaxshi odam ekan. Men sizni ham ishsiz yurganingizni aytdim. Bo'pti, unga ham topib beraman deb va'da qildi. Qanday tanishib qoluvdingiz? Dilnozaning rangi o'chib ketdi. Jahl bilan qaradi singlisiga. Nimaga unga buni aytding? Men uning ismini ham bilmayman hali. Shahnoza opasiga angrayib qaradi. Ismini bilmayman? Hazillashyapsizmi? Qo'ysangiz-chi. Seni aldaganmanmi? Nimaga gapimga ishonmaysan? Rostdan ham bilmasdim otini. Hozir sendan eshitib turibman. Uning qayerdan menga yopishib qolganiga o'zim ham hayronman. O'sha kuni ishga kech qolayotganimda mashina to'xtatib ketgandim. Shundan beri tinch qo'ymayapti-da. Lekin u sizga yordam berdi. Buni tan olishingiz kerak. Shahnoza opasiga tushunyapsizmi degandek gapirardi. U yaxshi odam ekan. Buni sezish qiyin emas. Otini aytmagan bo'lsa, bunga o'zingiz imkon bermagansiz hoynahoy. Shahzoddan keyin hech kim bilan tanishishni istamaysiz. Atrofingizga qarang, sizni sevishga tayyor odamlar bo'lishi mumkin. Balki siz kutgan shahzoda Dilshod akadir. Qayerdan bilasiz? Bo'lmag'ur gaplarni gapirmasang-chi. Dilnoza uni qo'yib berdi. Ammo xayolidan balki singlim haqdir degan o'y o'tdi. Hozir bunaqa narsalarni o'ylaydigan payt emas. Unda qachon keladi o'sha vaqt? Nima? Dilnoza singlisiga ta'jub bilan qaradi. Nima demoqchisan? Siz oyimni o'ylab shaxsiy hayotingizni chetga surib qo'yyapsiz, opa. Shahnoza kuyunib gapirardi. Lekin oyim ham sizni o'ylab kuyinyaptilar. Siz baxtli bo'lsangiz, oyim ham xursand bo'lardilar. Seningcha shunday og'ir paytda shaxsiy baxtimni o'ylay olamanmi? Tutab ketdi Dilnoza. Menga hozir hech kimning keragi yo'q. Oilamizda xotirjamlik bo'lsa, oyim tuzalib ketsalar bas. Shahnoza opasiga iddaoli qaradi-yu, hech nima demadi. Opasining qay darajada qaysarligini yaxshi bilardi u. Mayli, bu gapni qo'yaylik, lekin anavi yigitdan nega norozi bo'lyapsiz? Rostini ayting degandek qaradi singlisi. U sizga yaxshilik qildi. Siz bo'lsangiz ensangizni qotiryapsiz. U menga ham yordam berdi. Buning nimasi yomon? Ishonmayotgan ekansiz. Nimaga? Dilnoza singlisining gaplaridan biroz dovdirab qoldi. Savollariga javob bermaslik uchun onasining oldiga chiqib ketdi. Qalbida qo'rquvmi, hayajongami o'xshash noaniq tuyg'u hukmron edi. Opa, sizni telefonga so'rashyapti, qichqirdi Shahnoza yo'lakdan turib. Tezroq keling. Kim ekan? Hayron bo'ldi Dilnoza. Bilmadim. Dilnoza qo'lidagi xamir yuqlarini sidirib tashlab yo'lakka yugurdi. Singlisi sirli ko'z qisgancha go'shakni unga tutqazdi.
Alo, dedi qiz hayajon bilan. Alo, Dilnoza, yaxshimisiz? Men Dilshodman, yigit shoshib gapirardi. Qizning go'shakni qo'yib qo'yishdan cho'chirdi shekilli. Sizga aytadigan zarur gapim bor. Iltimos, faqat yo'q demang. Juda zarur gap. Menda qanaqa gapingiz bo'lishi mumkin? Axir sizga boshqa bezovta qilmang dedim-ku. Qiz ham shoshib gapirardi. To'g'ri, o'sha kuni menga yordam bermoqchi bo'ldingiz. Lekin buning uchun sizga to'abat minnatdorchilik bildirishim kerakmi? Gap unda emas. Menga minnatdorchilik kerak emas. Siz bilan ko'rishmoqchiman xolos. Yigit iltijoli ohangda gapirardi. Dilimdagi gaplarni aytib olishim zarur. Shunda maqsadimni bilib olasiz. Menga endi buning qizig'i yo'q, e'tiroz bildirdi qiz. Siz bilan ko'rishishga vaqtim yo'q. Shoshmang, iltimos, shoshmang. Dilshod endi ochiqdan-ochiq yalinishga o'tdi. Siz bilan gaplashib olmasam bo'lmaydi. Juda ham zarur bu, menga ishoning. Dilnoza jim qoldi. U ortiq rad etolmasligini sezib turgandi. Yigit sukut alomati rizo ekanini angladi. Qayerda va qachonligini o'zingiz ayting. Endi yigit ancha xotirjam edi. Ertaga qiz qaysi joyini tayinlasam ekan deb o'ylanib qoldi. Chilonzordagi falon qahvaxonani bilasizmi? O'sha yer menga qulayroq. Bo'pti, quvonib ketdi yigit. Qaysi payt? Soat 2larda, faqat tashqarida bo'ling, ogohlantirdi qiz. Siz aytgandek qilaman, rahmat. Dilnoza go'shakni joyiga qo'ydi-yu o'ylanib qoldi. To'g'ri qildimmi? Bu yoqda onam kasal bo'lib yotibdi. Men bo'lsam hali yaxshi tanimaydigan odam bilan uchrashmoqchi bo'lyapman. Kim bilsin, unga ishonib bo'ladimi, yo'qmi? Balki niyati yomondir. Nimani o'ylayapsiz endi? Shahnoza opasining xayolini buzdi. Tuppa-tuzuk yigit ekan. Hammasini aytib bermoqchi-ku, yana nimadan cho'chiysiz? Bilmasam, qiz parishon holda yelka qisdi. U qalbidagi hislarni qanday atashni bilmas, nimadandir qo'rqayotganini sezardi xolos. Xuddi shu payt telefon yana jiringladi. Shahnoza opasiga oling deya ishora qildi. Allo, Dilnoza qo'llari titragancha go'shakni qulog'iga tutdi. Dilnoza, bu men. Qiz qo'ng'iroq qiluvchining ovozini darrov tanidi-yu, yuragi gursillab urib ketdi. Siz nimaga qo'ng'iroq qilyapsiz? Anavi kuni menga juda g'alati ko'rinding. Shahzodning tovushi titrab chiqdi. Nimadir bo'ldimi? Juda bezovta eding nazarimda. Hech nima bo'lgani yo'q. Qizning ko'zlariga yosh keldi. Nechuk meni deb tashvishlanib qoldingiz? Mensiz ham muammolaringiz tiqilib yotgandir. Nega unaqa deysan? Dedi yigit qizning kinoyasidan og'rinib. Nimaga tashvishlanmas ekanman? Har qalay bir paytlar hamma gap shunda-da, kuldi qiz alam uyg'unlashgan iztirob bilan. Bir paytlar hammasi o'tmishda qoldi. Endi bu gaplarning foydasi yo'q. Hol ahvol so'rashga ham haqqim yo'qmi? Yigitning ovozi bo'g'ildi. Seni o'ylab, meni o'ylashning keragi yo'q. Dilnoza o'zi kutmagan keskinlik bilan gapirardi. Men siz uchun hech kimman. Siz ham men uchun o'tmishimning bir bo'lagisiz xolos. O'tgan kunlarni ortga qaytarib bo'lmaganidek munosabatlarimizni tiklashning imkoni yo'qligini yaxshi bilasiz. Men bunga umid qilmayapman ham. Unda maqsadingiz nima? Shunchaki hol so'rashmi? Siz hol so'raydigan odamga o'xshamaysiz sira. Dilnoza, nima? Meni hali ham o'shanday sodda go'l deb o'ylayapsizmi? Qiz yig'lab yubormaslik uchun bir zum jim qoldi. Keyin bo'g'ziga tiqilgan yig'ini zo'rg'a ichiga yutib davom etdi. Men hammasini unutmoqchiman. O'tmishni ha deb eslatish niyatida bo'lsangiz, siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Dilnoza, sen bilan uchrashishim kerak, dedi yigit kutilmaganda. Uchrashmasam bo'lmaydi. Nima? Qiz kulib yubordi. Uchrashishim kerak? Nima uchun? Aytilmagan gaplarimiz qolib ketgan ekanmi? Shaxsan men esla olmayapman. Iltimos, Dilnoza, kinoyalarni bas qil. Men jiddiy gapiryapman. Yigitning ranjigani ovozidan ma'lum edi. Hayotdagi har bir hodisaga kinoya bilan yondashaverasanmi? Kinoya qilsam ham birovning qalbini o'yinchoq qilmayman men, dedi qiz alam bilan. Iltimos, boshqa qo'ng'iroq qilmang. Ovozingizni eshitish ham menga og'ir tuyulyapti. Mendan shu darajada nafratlanishingni bilmas ekanman. Dilnoza ortiq chidolmadi. Xayrlashmayoq go'shakni ilib qo'ydi. Shahnoza opasining ahvolini ko'rib qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi? Nega yana unaqa bo'lyapti? Dilnoza singlisining yelkasiga boshini qo'yib, unsiz yig'lashga tushdi. Yaqinda ko'rganimda bemalol gaplashgandim. Endi yana nimaga buncha asabiylashib ketdim? Nimaga? Shahnoza opasining Shahzodni bu darajada qattiq sevganini bilmasdi.
allaqachon unutib yuborgandir. Shunchaki yigitlardan ko'ngli qolgani uchun hech kim bilan tanishishni xohlamayapti deb yurgandi. Demak, u hamon Shahzodni sevadi. Shuncha iztirobga solganiga qaramay, baribir haliyam yaxshi ko'radi.